Yomon charchadim. O, Saloh aka, yaxshi keldingizmi? Kakir salat tayyorlab o'tirdim. Yordam berasiz-a? Albatta jonim, ketdik. Onalarimizning o'zi ishdan eshakdek charchab keldim. Salat nimaga kerak? Ozgina alifka yog'idan qo'shib yuboramiz-a, shirin bo'ladi. Yo'q, qo'shma yog' yemayman men. Qo'shib bo'ldim o'sha. Ayollar nimaga unaqasilar? Baribir o'zingizlarni aytganinglarni qilsanglar, bizdan nimaga so'raysizlar? Ani alifkaviy yog' 3 yil bo'ldi xolodilnikda turganiga. Libboy odam o'ladi esa. Mana shu piyozni ham tozalab yuboring. Bilasiz, ko'zim yoshlanadi. Ha, men Robert, men ko'zim yoshlanmaydi. Meni Xitoyda yasashgan. Odam men ham, odam. Menga kamroq soling. Bilasiz, kechqurun ko'p yemayman, Saloh aka. Biz kecha soat 11:30 da zig'ir osh zakaz qilganmiz. Qazilari bilan. Qo'lim biram shirini. Salatlarni zo'r tayyorlayman, Saloh aka. Pomidorni men tozaladim, bodring men tozaladim, piyozni men tozaladim, salatni men qildim, lekin uni qo'li shirin. Qani bir futbol ko'raylik-chi? Qanaqa futbol, Saloh aka? Serial ko'ramiz. Darama. Salatni o'zi darama bo'yotibdi. Serialga nima bor? Futbol ko'raylik. Lekin bilasizlarmi, xotinimni qaysi xarakteri uchun yaxshi ko'raman? Biga boring, biga. Bida hech kim yo'q, kakir bombani qo'yib yuborasiz. Yuguring, nima qarab Bayram bo'lyapti.